Do'stlar, man o'zguncha aytaman, o'zimniki diagnoz Moskva taksiya. 2020'da man bildim, что diagnoz bor mandan. Короче, man lechение qildim. Как бы по идее, maniki kasalim har yarim yil kerak davom etish, чтобы лечение. И lecheniем не то bo'lgan, как бы manga ham yaxshi bo'lmagan ham. Вот. Keyin уже 5 yil o'tdi. Keyin manga o'zguncha yomon bo'ldi. И там уже bitta tanishim aytdi, zo'r vrach bor, вообще zo'r vrach, грамотный. Shock medcentrda Aybekniki, это Gulola Mamasaliyevna. Вообще zo'r vrach, nefropatolog bor. Manga birinchi уже kursda sразу o'zguncha yaxshi bo'ldi. Bo'ldi do'stlar, hammaga salomat.